Tekrar. Yar yar eşsiz munda kelin. Yar yar ey bismillah. Kana. Aytın. Bu yor degan narsa. Tarixiy mablag'mi? Aziz O'zbekiston muhtaram birodarlar, uyimizga mana mehmonlar. Allohning mehmonlari Surxondaryodan, Qashqadaryodan, Xorazm, Xorazmdan, Xorazm farzandiman. Al-Beruniy, Al-Xorazmiy. Al-Beruniy, Al-Xorazmiydan Afg'oniston Afg'onistonda mazor chegarasi, Tojikiston chegarasidan Mo'lisov Zayniddin domla, mashallah tabarakalloh. Bizni uyimizga kelishib, duo qilishib, qadam bosdi, mazor bosdi, bular duolari nasib bo'ldi. Biz gunohkorlarga bir piyola choy berib, ularni uyiga Allohning mehmonlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishlari nasib bo'ldi. Alhamdulillah. Janobi bular haligi Iltimos qilishyapti. iltimos bo'lyapti shu o'zimizni an'anatimiz bor, o'zbekcha yor kelin kuyovni haligi istiqbol qiladi, masalan arabchaga zafa deydi, hurmat qiladi, shunaqa. Hammasi ma'noli gaplar. Ya'ni yor-yorni ko'plar hammasiga shunday diniy gaplar, aqidali gaplar bir nima bor, mashallah. Qiz odamni ajralib ketadigan paytlar. Xonadonin imoratin ranga tuzatar. Mehmonlarni kulib kutib kuzatar. Dasturxonini musalloday bezatar. Ahmadjon otaga bering bir salom. Salom bering. Kelin. Yar eşsiz munda kelin ayti şeylik. Yar ayti şeylik. Yar eşsiz munda kelin ayti şeylik. Ya Bismillah, ya Bismillah, ya Bismillah. Kiyav kelin kulla niga kalamullah. Ya